Yo, barchaga salom do'stlar. Bugun biz Minecraftning eski versiyasini o'ynab ko'ramiz. Telefonda bo'lar ekan. Telefonda o'ynaymiz. Nima deymiz boshqa? Xo'sh, boshladik mana. Xo'sh, men ikkita merda o'ynadim. Ozgina tushunib olish uchun. Tajribam bor biroz. O'ynab ko'rdim. Mana kreativ skins. Basharlarga qaraydi. Mana play'ni bosamiz. Live и flat bor ekan, tekstini yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Kreativ flatda bitta o'y qurib ko'ramiz. Kreativda mayli. Flat qani boshladik. Grafika salgina o'xshab ketar ekan. Ba'zi narsalari 1.12 ga haqiqiy mana. Bu yerda narsalar juda emas, bo'ladi kamroq, lekin bloklar unchalik ko'p emas. Moblarning ham ba'zilari yo'q. Masalan, bosslar Warden, Wizard, Ender Dragon yo'q. Mana bu yerdan toshlarni olamiz. Xo'sh, uy quramiz hozir. Mana, qurib oldim. Uy birdan paydo bo'lib qoldi. Qo'rim videoni to'xtatib qo'ygandim. Mana men yaxshi quruvchi emasman. Mana uy tepasida daraxt bor. Xo'sh, mana bu ishlatib bo'lmas ekan. Xo'sh, eshikni o'rtamamdan qildim. Juda yaxshi turmadimi? Ishlatib berdi, nima qilyapti? Mayli. Yaxshi, qanday? 10 dan 10 gacha baho beringlar, kommentariy yozib ketinglar. Fikringiz men uchun muhim. Mana bo'lmasam bularni qo'yamiz, sal qolib ketibdi endi, uzr. Mana yaxshi uy, yomon emas. Taxta qo'ysam ekan. Yo'q, kerak emas. Mana zo'r bu. Mayli. Nima demoqchi edim? Aytgancha boshda bu o'yinni o'ynash juda ham qiyin ekan. Tepadagi qatorda faqat bosh bilan oxirdagi narsalarni olsa bo'lar ekan, bu narsalarni olsa bo'lmas ekan. Bug'mi endi bilmadim. Olib bo'lmadi. Xo'sh, nimadir demoqchiman. Boshda kirganingizda juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin bo'ladi boshda kirganingizda. O'rganish, ana bir endi kirgan bo'lsangiz, o'rganish juda ham qiyin bo'ladi boshda. Mana oltin olma. Bo'lmaydimi kreativda? Mayli. Ana bu yerda yoshligimda bir marta, ikki marta o'ynab ko'rgandim. YouTube'da mana shunday qilsang bitta boss paydo bo'ladi deb yozib ko'rsataman. Yana aniq esimda emas. Mana shu yerga o'ynalar qo'yib, mana shunday qilsang Wizard paydo bo'lishi kerak edi. Shunday qilib ko'rdik emas, endi sizlarga ko'rsatyapman. Mana taxtalarni qo'yish kerak, shunday qo'yish kerak emas, bizni shunday lo'q qilishgandi. Bizni lo'q deb o'ylaydi. Chunki biz kichkina edik bu payt. O'sha paytlar yoshlik, beboshlikda endi. Burger ichaklar. Qayerga qo'yardim ichaklar? Mana shu yerga. Bu yerga. Aytgancha o'yinga baho beringlar. Ichaklarni bosib qo'yish kerak edi. Nima yo'rgatyapman o'zi? Mayli. Qarangda, magnatga qo'yadigan narsa. Bu yerda emas. Bu yerda ham emas. Qani endi? Mana. Hayratdan boshda emas ekan bu. Vagonetga qo'yamiz. Sentini olib bo'lmadi, shuning uchun vagonetga qo'yapman. Komanda otamiz endi. Stop. Kreativga tushmas edik.
Bu yer portlab ketmas ekan vagonetka. Endi buni kreativga o'tkazish survivalga chiqib, ana shuni bosib, qalamchani keyin survivalga o'tib, yana qaytib kirish kerak ekan. Mana buni portlab ketmas ekan. Vagonetka bilan ham bomba TNT tushar ekan. Mana endi kreativga o'tib olay hozir. O'yin sal qotar ekan, mumkin mayli. Bilmayman nimaga qotadi. Mayli, bizga farqi yo'q. Bizga o'ynasak bo'ldi. Tinchini olamiz. Bir narsasi hozir bu tinchini mana shu yerga qo'yamiz. Yana bitta qo'yib bo'lmaydimi? Ay, bala. Hech qisi yo'q. Mana bu tinchi uchib ketadi hozir. Suv qo'yish kerak ko'chib ketishga. Suvni ham olib bo'lmas ekan. Mana suv tepada o'tirgan ekan. Zazalka olamiz, tinchini yoqamiz, yana bitta qo'yamiz. Endi portlamiz, uchib ketmaydi-ku. Suv qo'yish kerak unda. Suvsiz ham bo'lardi menimcha. Anchadan beri Minecraft o'ynagandim. Qalmoqni olaman. Hozir sizga zo'r narsa ko'rsataman. Yoshligimda o'rganib qolgandim. Ana bunday qilib, o'xshamay qoldi. Mayli, mana yoqamiz, yana qilamiz, yana ana. Juda ham zo'r edi. Men yoshligimda shunday qilib o'rgangan edim. Nima bo'lar ekan deb, keyin Dream Dark Voice shunaqa blogerlar ham, youtuberlar shunday qilgandi. Ular menda o'g'irladimi deb o'ylagan edim. Men tasodifan o'rganib qolgan edim. Mana uchirib ketadi hozir. Ikkalasi nega bir vaqtda yo'qdi? Mayli. Bu salgina bo'lsa ham uchdi. Xo'sh. Bu yerdan nima olmoqchi edim? Yo'q, bu emas. Dropper. Yo'q, mana bunisi. Yaxshi tarafi bir narsa ishlar ekan. Shukr, shunga shukr qilamiz. Bir narsa ishlar ekan hozir. Ko'rsataman. Bu yerga masalan qo'yay. Ana. Bu ishlar ekan yaxshi. Yomon emas. Tinch portlagan ekan. Mayli bak. Hozir bu yerda bitmas. Mana mayli. Bugun gap-zorimiz tugadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa like bosing. Ana endi ishlayapti bu. Mayli, sizlarga yoqqan bo'lsa like, obuna esdan chiqmasin. Sizlar bilan bo'ldi rello. Xayr.